Men Mahkumboyev Bahrom Minboyevich 1987-yil 24-iyun kuni tug'ilganman. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida. Shu qamalganimdan keyin dadam rahmatli bo'ldi 2012-yil. 2010-yil qamalganman. O'g'il bo'lib turib qabristonga olib bora olmadim, ko'tara olmadim. Farzandim 16 yoshga to'layapti. Uni bag'rimga bosa olmayapman. Qiyin ahvolda. Hozir kvartirada yashaydi, arendaga. Men Mahkumboyev Bahrom Minboyevich 1987-yil 24-iyun kuni tug'ilganman. Surxondaryo viloyati Uzun tumanida. Hozirgi yashash manzilim Toshkent viloyati Olmaliq shahri. Ibnsina 573-dom 1-xonadonda yashayman. Shu yoshligimda bexosdan o'sha o'rtoqlarim bilan birga mashinadan shu magnitofonlarni o'g'irlaganmiz. 3-marta sudlanishim sababi o'sha uylangandim. Uylanganimda o'sha sharoit og'ir edi. Sharoit og'irligi uchun jinoyatga qo'l urdim. Shu mashina o'g'irladik, sotmoqchi bo'ldik, sota olmadik, qo'lga tushdik. Degan ishimdan pushaymonman, kechirim so'rayman xalqimdan. Kolonkaga, manzil koloniyaga chiqqanda o'sha qayta jinoyat qildim. Urish, mashina o'g'irlash, tavba qildim, pushaymonman. Shuncha yurtboshimiz tomonidan shuncha imkoniyatlar berilyapti. Mana sharoitlar qilib berildi, televizor ko'rishga, futbollar. Badanlarimiz jurkinib ketdi. Shuncha mana O'zbekiston xalqi nomidan chiqdi. Shu qamalganimdan keyin dadam rahmatli bo'ldi 2012-yil. 2010-yil qamalganman. O'g'il bo'lib turib qabristonga olib bora olmadim, ko'tara olmadim. Farzandim 16 yoshga to'layapti. Uni bag'rimga bosa olmayapman. Qiyin ahvolda. Hozir kvartirada yashaydi, arendaga. Yordam qila olmayapman. Mana muassasaga rahmat, shuncha sharoitlar qilib bergan, ishladim, mebel sexda brigadir bo'ldim. Qo'limda 100 tadan ko'p odam ishladi. G'isht sexida 300 tadan ko'p ishladi. G'ishtlar chiqardik. Ko'chada ham 7 ta odamni ish bilan ta'minlagandim. Mebel bilan. Bu yoqda ham ishlab yurdim. Xudo xolasa endi chiqadigan bo'lsam, shunaqa imkoniyatlar berilsa 15-20 ta odam qo'limda ishlatib, xalqimga, yurtboshimga, oilamga, mahallamga yordam beraman. Muhtaram yurtboshimiz agar bir imkon bersalar, qaytib bunaqa yo'llarga kirmayman. Yurtboshimga, xalqimga, oilamga, vatanimizga sidqidildan xizmat qilaman. Va'da beraman. Ishlayman, odamlar ishlataman. Tadbirkorlik qilaman. Oilamga kerakman. Qizim har kun yig'laydi, dadam yig'laydi. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Aybimga to'liq iqrorman. Birovlarga o'xshab qilmaganman demayman. Jinoyat qildim, tavba qildim. Shuncha tadbirlar o'tkazilgan muassasa tomonidan hammasi yaxshi. Yurtboshimizga rahmat. Shuncha sharoitlar qilib bergandan aybimdan pushaymonman.